Kajol hech qachon Bollywoodning birinchi raqamli aktrisasi bo'lmagan va u haqda matbuot katta shov-shuvlarni chop etmagan. Uning maoshi, kiyadigan liboslari ham u qadar muhokamalarga sabab bo'lmagan. Ammo aktrisa hamisha muxlislar e'tiborida va hamkasblari e'tirofida bo'lgan. Shuning uchun ham Bollywoodda Kajolni takrorlanmas ayol deya ta'riflashadi. Assalomu alaykum, Maftuna TVning bugungi dasturi Bollywood qirolichasi Kajol haqidagi qiziqarli ma'lumotlardan iborat. Dastur davomida Kajol hayoti, oilasi, eri va Shohruxxon bilan munosabatlari borasida tanishtiramiz. Videoga like bosib, ekranni kattaroq qilib oling. Bugungi dastur boshlandi. Kajol Mukherjee 1975-yilning 5-avgustida Mumbayda tug'ilgan. U Bollywoodning mashhur Mukherjeelar sulolasi vakili Shomu Mukherjeening to'ng'ich qizi hisoblanadi. Otasi Shomu Mukherjee rejissyor va prodyuser sifatida faoliyat yuritgan. Kajolning onasi Tanuja Mukherjee o'z davrining mashhur aktrisalaridan biri bo'lgan. Kajolning singlisi Tanisha Mukherjee dastlab teleboshlovchi sifatida ishlagan bo'lsa-da, bugungi kunda butunlay kinoni tanlashni ma'qul ko'rdi. Turmush o'rtog'i Ajay Devgan 1969-yilning 2-aprelida Hindistonda tug'ilgan. Oila qurishganda Ajay 30, Kajol esa 24 yoshda edi. Hozir ularning bir qiz va bir o'g'li bor. Kajolning otasi Shomu Mukherjee 2009-yilning 10-aprelida vafot etgan. Shu sababli Ajay Devganning ilk rejissyorlik ishi Umme Aur Hum filmi 2009-yil 11-aprelga mo'ljallangan premyerasi 20-aprelda bo'lib o'tdi. Kajolning otasi Bollywoodda prodyuser va rejissyor sifatida faoliyat yuritgan. Kino men uchun yangilik emas edi. To'g'risi, uni qanday zabt etsam ekan deb hech qachon o'ylamaganman. Otamni ish jarayonini kuzatish yoqardi. Shuning uchun ham suratga olish maydoniga tez-tez borib turardim. Men u yerda Adityani, Udayni, Karanni juda ko'p ko'rardim. Ular ham men kabi tomoshabinlar edi. Hozir hammasi mustaqil ijod qiladi, xuddi men kabi. Otam bilan onam, singlim ikkimizga aynan ularni takrorlashimizni uqtirmagan. Hammasi juda oddiy va g'ayrioddiy ravishda yuz berganga o'xshaydi. Ilk filmim haqida ilk gaplarni eshitganimda juda xursand bo'lgandim. 1992-yili edi. Lekin ota-onamdan uyalgandim. Bekhudi. Bu filmografiyamning eng avvalidagi nomlar hisoblanadi. To'g'risi, shunchalik shov-shuvli debyutant bo'lishimni film ijodkorlari ham kutmagan edi. Kamal Sadanaq mening birinchi partnyorim. Keyin hayotimning hamma nuqtasi kinoga bog'lanib ketgandek tuyuldi. Chunki men butun vujudim bilan ishlay boshladim. Takliflar ko'p edi. Lekin onam shoshilmaslikni maslahat berardi. Ularga xo'p derdim-ku, ammo ich-ichimdan shoshib ketardim. Oradan 1 yil o'tib, Bazigarda Shohrux bilan ishladim. 1995-yil mening ijodimda nafas olish uchun fursat topilmadi. Shunaqa ko'p ishladimki, o'sha paytning charchog'ini hali hamon his etaman. To'g'risi, ilk bor tanishganimda Shohrux menga g'alati qaragani hali hamon esimda. Sababini so'ramaganman. Keyinchalik o'zi aytib bergandi. Juda ko'p gapirgan ekanman. Bu odatim meni bilganlar uchun yangilik emas edi. Bizni o'g'irlamagan kelindan keyin kashf etishdi. Eng chiroyli juftlik. Hozir ham shunday baholashadi. Ammo boshqa partnyorlarimni esdan chiqarib qo'yishlari yoqmaydi. Chunki boshqa aktyorlar bilan ham yaxshi ishlaganmiz. Karan Johar bolalikdan beri do'stim. Uning shunday mashhur rejissyor bo'lib ketishini bilganimda, bolaligimda hech qachon ustidan kulmagan bo'lardim. Hazil albatta. U juda sinchkov va sodiq. Do'stlarning har biri kunida yonida bo'lishni, eshitishni biladi. U menga juda yoqadi, lekin yangi filmning avvalida u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men va Shohruxxonning qiyofasini ko'rish biroz noto'g'ri. Doim ikkimizni bitta kadrga joylash haqida o'ylaydi. Balki bu uning uslubidir, lekin uning rejalarida bizning chiqishlarimiz rostdan ham omadli chiqqan. Ayniqsa, goho shodlik, goho ham kartinasida katta ijodiy guruh bilan ulug' maqsadlar sari degan shiorga tayanganga o'xshaymiz. Hech qachon turmush o'rtog'im kinochilardan bo'ladi deb o'ylamaganman. Boisi Bollywoodda ko'pincha shunday bo'lardi. Men esa boshqacharoq bo'lishini kutgandirman balki. 1995-yil Anis Bazmi meni Xulchuk kartinasiga taklif qildi. O'sha filmda Ajay bilan birga ishladim. Do'stlik bora-bora boshqacharoq nom oldi. To'g'risi, u paytlar bizning munosabatlarimizni muhabbat deb bo'lmasdi, ammo juda yaqin edik. Ajay kam gap, lekin ko'p ishlashni xush ko'radiganlardan. Men esa uning aksi bo'lsam kerak. Onamga u haqda aytganimda jiddiy o'ylab ko'rishimni maslahat berdi. Jiddiy o'ylarning nihoyasida 1999-yilning 24-fevralida nikoh bilan tugadi.
Ajay shunchaki oilaning ehtiyojlari uchun harakat qiladigan erkaklar toifasidan emas. Qorning to'qmi bo'ldi deydiganlardan. Azaldan toqatim yo'q edi. Uyga bizni sog'inib kirib keladi. Har safar ko'zlarida biz uchun atalgan mehrni ko'rganimda, uni tanlab xato qilmaganimga iqror bo'laman. Men, sen va bizdagi Ajay xuddi Ajayning o'zi. U shunaqa mehribon. Men oshirib aytayotganim yo'q, boricha gapiraman. Hech narsaga almashtirmaydiganim, boyligim. To'g'ri, muxlislar olqishi, ularning e'tibori yoqimli. Ulardan voz kechging kelmaydi, ammo oila bu oiladir. Nisa va Yuk mening mehrimga va himoyamga muhtoj. Har bir ayolning hayoti oilasi bilan chiroyli deb ayta olaman va shunday deyuvchilarni qo'llab-quvvatlayman. Nisa va Yuk bizning eng katta boyligimiz. Hozir Ajay ikkimizning maqsadlarimiz avvalida farzandlarimiz kamoli, baxti turadi. 2003-yilning 20-aprelida shaxsiy taqvimimda katta harflar bilan belgilandi. Shu kuni qizalog'im Nisa tug'ildi. Harakatlarida Ajayga o'xshashlik bor. Bundan quvonaman, chunki otasi yaxshi odam. 2010-yil 13-sentyabr kuni oilamiz yana quvonchga to'ldi. O'g'limiz Yuk dunyoga keldi. Onalik baxtidan ulug'ini bilmayman, dunyo ham bilmasa kerak. To'g'risi, Nisa bilan Yuk otasiga o'xshashlarini istayman. Maslahat berishga usta emasman, ammo ayolning baxti tamoman oilada deb hisoblayman. Ish va boshqa tashvishlar o'z o'rnida ketaveradi, lekin oila uchun alohida e'tibor, mehr, sabr va iroda kerak. Hamma oilaning quvonchlari bo'lganidek, tashvishlari ham yetarli. Farzandlaringiz bilan ularning tashvishlari ham ulg'ayib boraveradi. Bugun Ajay ikkimizni Nisa va Yukning kelajagi juda tashvishlantiradi. Farzandlarimizni turli illatlardan asray olyapmizmi, yo'qmi degan hadiklar har kuni meni o'ylantiradi. Ishtirokimizdagi filmlarni ularga ko'rsatmayman, chunki ular hali bola. Kino va hayot o'rtasidagi farqni tushunib yetmaydi. Eng yaxshisi kitob. Nisa ertaklarni yaxshi ko'radi. Yuk esa hozirda faqat surat tomosha qilyapti. Ular uchun ertaklar yozish niyatim bor. Ajay esa aynan bolalar uchun filmlar suratga olmoqchi. Agar oilada maqsadlar tutash bo'lsa, niyatlar ijobat bo'lishiga ishonaman. Karam bilan boshqa ishlamas emishsiz. Kim aytdi buni? Istasam ham muddasidan chiqa olmayman. Karan rad etishga imkon qoldirmaydiganlardan. Shohruxxonova siz. Keling boshqa savolga o'taylik. Orangizdan olamushuk o'tganmi? Shu savolingizdan keyin rostdan ham olamushuk o'tmasa bo'ldi. Suratga olish ishlariga kech kelganingiz uchun Ajaydan gap eshitganingiz rostmi? Ha, u meni hammaning oldida koyib berdi. Vaholanki men bolalarimiz bilan bog'liq muammolarni deb kech qolgandim. Lekin u haq, chunki ish hamma uchun ish. Uyga kech qolsa, men uni koyiyman, chunki oila bu oila. Aytaylik, kimdandir xafa bo'ldingiz, qanday yo'l tutasiz? Avvalo ko'ngilga olmaslikka harakat qilaman. Agar shunday bo'lib qolsa, o'sha odam bilan munosabatlarga tanaffus e'lon qilgan ma'qul deb o'ylayman. Dasturimiz oxirida videomiz yoqqan bo'lsa, sizlardan like va obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Va keyingi videolarimiz kim haqida bo'lishini xohlaysiz? Izohda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.